Xo'sh, bunga nima deysiz? Janob Suv, meni kamsita olaman deb o'ylayapsizmi? Bu kamsitish emas, bu munozara. Agar xohlasangiz buni unuting. Qiziqyapman. Meni qo'llab-quvvatlash uchun qancha sarmoya kiritmoqchisiz? 10 million? 100 million? Men sotib olgan marjon 100 million edi. 100 million. Hozir esa gap milliard haqida ketyapti. 1 milliard? Butun boshli jangchini qo'llab-quvvatlash uchun 1 milliard sarmoya kiritmoqchimisiz? Hozir siz bilan hazillashadigan ahvolda emasman. Bilasizmi, men hech qachon hazil qilmaganman. Yaxshi. Qo'llab-quvvatlashingizga ruxsat berishim uchun 1 milliard sarflamoqchimisiz? Agarda pulni bermasdan aldab ketadigan bo'lsang, afsuslantiraman. Men uchun bu shunchaki cho'ntak puli. Jang Hui, meni xayolimni o'g'irlab pullarimdan foydalanyapsanmi? Jahlim chiqyapti. Karta raqamingni kirit. Chindan ham 1 milliard o'tkazdingizmi? Xo'sh, menimcha shartni bajarish vaqti keldi. G'alati, unga 1 milliard o'tkazdim. U esa hali ham o'ylanyapti. Xohlamasang buni esingdan chiqar. Men istamayman demadim. Bu menda birinchisi. Keyin yulduzini olganingiz bilan tabriklaymiz, janob. Bu yana qanaqasi? Sochin, sen mening oddiy itim bo'lsang, qanday qilib kartangda 100 million bo'lishi mumkin? Nima? Meni tashlab ketganingda buni kutmaganmiding? Qani, taqib ko'rasanmi? Jan, menga juda ham mehribonsan. Luchinyaning yurak urish qiymati 50 marta oshdi. Hozirgi qiymati 60 ta. Bu shunchaki taqinchoq, u seniki. Luchinyan uchun 100 million sarflandi, evaziga 10 milliard yuan tushdi. Va'da qilganidek 100 millionni berdi. Uning kelib chiqishi o'zi qanday? Balki bu odam Jiyan guruhi inqirozdan omon qolishiga yordam beradi. Sochin, qachon bunday bo'lib ketdi? Balki hammasi shu qizni debdir. Senga qo'ng'iroq qilishyapti. Eshitaman. Jan, zudlik bilan uyga borishim kerak. Juda muhim. Yaxshi. Salom. Meni ismim Jian Wanning. Tanishmoqchiman. Jian Wanning professional kompaniya boshqaruvchisi. Yurak urish tezligi. Opa, nega bilan tanishyapsiz? Umuman befoyda. Salom, mening ismim Suchen. Janob Suv, meni hayratda qoldirdingiz. Men bilan birga qayta olasizmi? Ish masalasida gaplashmoqchi edim. Albatta. Bu qisqanchalar qaysiri? Janob Suv, 100 millionlik marjon olib sovg'a qilganingiz chindan ham meni hayratda qoldirdi. Ayollarni bu usul bilan maftun qilish chindan ham ajoyib. Yo'q, rahmat. Men oddiy insonman. Hatto sobiq qizimni ham akangiz tortib oldi. Janob Suv, chindan ham yaxshi hazil qilar ekansiz. Maqsadga o'tamiz. Men bilan biznes haqida gaplashmoqchimidingiz? Xarakteringizdan kelib chiqsak, to'g'ridan to'g'ri mavzuga o'taman. Kompaniyamizda pul oqimi bilan bog'liq biroz muammolar bor.
Bizga hozir zudlik bilan sarmoya kerak. Kafolat beraman, keyinchalik daromadingiz 30% dan yuqori bo'ladi. Albatta istasangiz. Investitsiya. Menga qiziqmas. Biroq sizni qo'llab-quvvatlash uchun buni o'ylab ko'rishim mumkin.